Bu rasmlarni ko'rganmisiz? Bu kitobni-chi? Videoda qanday ozlab borligini bilib bo'ldingiz. Demak, boshladik. Hozirda siz eshitadigan barcha narsa mana shu kitob bilan bog'liq. Lekin u qanday kitob? Boshiga qaytadigan bo'lsak, taxminan Birinchi jahon urushidan keyingi davrlar. Uzoq o'rmon va deyarli hech kim yashamaydigan qishloq. Lekin bu yerda bizning asosiy qahramonimiz bo'lgan bir oila yashagan edi. Bu yerdagi asosiy qahramonimiz esa qizaloq Angelina, ya'ni Slenderina. Uning faqatgina otasi va bobo buvisi bor edi. Otasi har kuni shaharga qatnab ishlaydi. Bobosi o'rmonda o'tinchilik va ovchilik qilgan. Buvisi esa uni o'z qaramog'ida saqlar edi va uy bekasi edi. Bir kuni esa uning bobosi ovdan qaytmaydi. Otasi uyga qaytishi bilanoq uning bobosini izlab o'rmonga kirib ketadi va undan ham qaytib chiqmaydi. Shundan keyin biz biladigan barcha voqealar boshlanadi. Shundan keyin qizaloq tushkunlikka tushib qolgan paytida uning buvisi bir savdogardan unga ayiqcha olib beradi. Ayiqchada esa vabo virusi saqlanayotgan bo'ladi va qizcha shundan keyin vafot etadi. Uning buvisi, ya'ni Granny, butun oilasini birdaniga yo'qotganidan va unga faqatgina o'zi sababchi ekanligidan o'zidan xavotirga tusha boshlaydi va jinni bo'lib qoladi. Shundan keyin u bitta nabirasini va boshqalarni hayotga qaytarishga urina boshlaydi. Shundan keyin bu voqeaga mana shu kitob aralasha boshlaydi. Lekin bu qanday kitob? Bilishimizcha bu o'ziga xos diniy kitob hisoblanadi va qaysi dinga mansub ekanligi umuman ma'lum emas. Aytilishicha, bu kitob hayotda mavjud bo'lib, u shunchalik yomonki, uni hatto muzeyga ham olishmagan va bu kitobdan bor yo'g'i 8 ta mavjud bo'lgan. Granny bu haqida afsonalarni eshitadi va bu yordam berishini umid qilib harakatga tushadi. Albatta bu yordam beradi. Shu kitob sababli u nabirasi Angelinaning ruhini dunyoga qaytarib oladi. Va shu kitob sababli u boboni va o'g'lini ham qaytarib oladi. Shundan so'ng ko'pchilik videolarning boshida aytganman, Angelinaning onasi uning bolaligida kasallik sababli vafot etadi deb. Granny uni qabridan olib chiqadi va tanasidan kallasini yulib olib, o'rgamchak bilan birlashtiradi. Yana bu o'yinda Slenderinani eri deb nomlanayotgan personaj ham mavjud. Aslida u kim?